Real Madrid yangi murabbiyni topdi. Hozirgi bosh murabbiy Alvaro Arbeloa iste'foga chiqishga yaqin turibdi. Sovrinsiz va og'ir mavsum, alamli mag'lubiyatlar, xuddiki Julen Lopetegui va Santiago Solari davriga qiyoslasak bo'laveradi. Endi esa Madrid jamoasi yangi davrini boshlashga yaqin, lekin buning uchun avvalo yangi mutaxassis zarur. Nomzodlar ko'p. Ayrimlari Realga murabbiy bo'lishni o'zi xohlayotgan bo'lsa, ba'zilariga Real Madrid o'zi taklif berayotganligi aytilmoqda. Xo'sh, nomzodlarni sanashni boshlasak. Dastlab Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Scaloni. El Chiringuito nashri xabariga ko'ra, rahbariyat Scaloni mavzusini ham muhokama qilgan, ammo jiddiy emas. Ya'niki Scalonini bosh murabbiy qilish ehtimoli bor, faqat uning Realga kelish ehtimoli pastroq, chunki u Argentina terma jamoasining bosh murabbiyi. Didier Deschamps ham mana shunday muhokama bo'lgan. Fransiya terma jamoasi ustozi jahon chempionatidan so'ng terma jamoadan ketadi va uning o'rnini Real Madrid sobiq bosh murabbiyi Zinedine Zidane egallaydi. Deschamps varianti ham muhokama bo'lgan. Jamoa uni Real Madrid falsafasiga nomutanosib deb qaror qilmoqda. Mauricio Pochettino esa faqat ommaviy axborot vositalari tomonidan nomzod qilib ko'rsatilgan. Real Madrid unga hech qanday qiziqish bildirmayapti. Allegri mavzusi ham hozirgi Real Madridga uncha ma'qul kelmayapti. Uning uslubi eskirgan deb baholaydi rahbariyat. Real Madrid unga 4-5 yil avvalgina qiziqish bildirgan xolos. Hozir jamoa ayni paytda konkret natija beradigan murabbiy xohlamoqda. Taniqli nashrlar xabarga ko'ra, bu mutaxassislar ham variantlar qatorida bor, lekin ularning hech biri Real Madrid uchun asosiy nomzod emas. Endi asosiy variantlarga o'tadigan bo'lsak, Jurgen Klopp hamda Real Madrid afsonasi Toni Kroos, shu bilan birgalikda Real Madrid afsonaviy murabbiyi Jose Mourinho. Real Madrid Xabi Alonsoni bo'shatganidan beri eng ko'p yangrayotgan ism ham bu Jurgen Klopp hisoblanadi. Uning o'yin falsafasi Real Madrid uchun juda ham mos kelishi aniq. Real hozircha unga rasman taklif bildirganicha yo'q, lekin El Chiringuito nashri boshlovchisi Pedro Rolga ko'ra, agar yaxshi taklif bo'lsa, Klopp Realga keladi. U hozircha dam olishda bo'lsa ham, Realdek jamoa taklif bersa, murabbiylikka qaytishi mumkin. Agar Klopp rozi bo'ladigan bo'lsa, Real boshqa variantlarni ko'rib ham chiqmaydi. Toni Kroos nomzodi ham bor. Agar Real Madrid na Jurgen Klopp na Jose Mourinho ni olib kela olmasa, jamoaga Toni Kroosni bosh murabbiy etib ham tayinlashi mumkin. Real Madrid Toni Kroosda murabbiylik xislatlarini yaxshi deb baholaydi. Klopp eng yaxshi nomzod bo'lishi mumkin, ammo Fabrizio Romano ham yozayotgan va prezident Florentino Perez qabul qilgan nomzod bu Jose Mourinho. Ayni paytda Benfica ustozi bo'lgan portugaliyalik mutaxassis Real Madrid tarixida o'chmas iz qoldirgan. Bu yilgi natijalardan kelib chiqqan holda Perez uning murabbiylik salohiyati hali ham yuqori darajada deb hisoblaydi. The Special One ham bu taklifni o'ylab o'tirmasdan qabul qilishga tayyor deb Ispan ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Real Madriddan Mbappe, Vinicius va bir qancha futbolchilar murabbiyga bo'y sinmay qo'yilgani aytiladi. Xabi Alonso bilan ham mana shunday muammolar bo'lgan va Alonso shundan keyin bo'shatilgan. Aynan Alvaro Arbeloa bilan ham mana shunday muammolar bor. Shuning uchun ham rahbariyat yoki Jurgen Klopp yoki Jose Mourinho nomzodini eng yaxshi deb hisoblaydi. Undan oldin Zinedine Zidane nomzodi ko'rilgan edi, chunki Zidane mana shunday yulduzlarni boshqarish uchun yetarli darajada maqomga ega edi. Lekin Zinedine Zidane Fransiya terma jamoasini boshqarishga yaqin turibdi. Ko'pgina nashrlar ham Jose Mourinho va Real Madrid o'rtasida birinchi muhokamalar o'tkazilayotganligini xabar qilmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Real Madrid qaysi mutaxassisni bosh murabbiy etib tayinlashi kerak? Buni izohlarda yozib qoldiring.